Oldingi videomiz izohlarida ko'pchilik ulkan qora tuynuklar, yulduzlar, galaktikalar va koinotdagi eng katta tuzilmalarni tilga oldi. Ammo bu savolga javob berishda bir muammo bor. Koinotdagi eng katta narsa nima? Eng katta sayyora, eng og'ir qora tuynuk, eng yirik galaktika va eng katta kozmik tuzilma bularning barchasi turli narsalardir. Shuning uchun sayohatni yerdan boshlaymiz va asta-sekin uzoqlashib boramiz. Yer. Yerning diametri taxminan 12756 kilometr. Biz uchun u tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ulkan. Ammo koinot miqyosida butun sayyoramiz deyarli ko'rinmaydigan nuqtadir. Yupiter. Quyosh tizimidagi eng katta sayyora Yupiter. Uning diametriga qariyb 11 ta yer sig'adi. Hajmi bo'yicha esa uning ichiga 1300 dan ortiq yer joylashishi mumkin. Ammo Yupiterni Quyosh yoniga qo'ysak, hatto bu ulkan sayyora ham juda kichik ko'rinadi. Quyoshning diametri qariyb 1.4 million kilometr. Bu uning Yerdan 100 baravardan ham kengroq ekanini anglatadi. Quyosh ichiga taxminan 1 millionta yer sig'ishi mumkin. Ammo ayrim kozmik gigantlar bilan solishtirilganda, hatto Quyosh ham hayratlanarli darajada kichikdir. Endi ton 618 ga yetib keldik. U kuzatilgan eng og'ir qora tuynuklardan biridir. Uning massasi Quyosh massasidan taxminan 66 milliard baravar katta. Uning soyasi shunchalik ulkanki, yorug'lik nuri uni bir chetidan ikkinchi chetiga kesib o'tishi uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. Ammo bu yerda juda muhim narsani eslab qolish kerak. Qora tuynuk nihoyatda og'ir bo'lishi mumkin, ammo bu uni o'lchami bo'yicha eng katta tuzilmaga aylantirmaydi. Biz yashaydigan Somon yo'li galaktikasining diametri taxminan 100 ming yorug'lik yili. Uning ichida yuzlab milliard yulduzlar, sayyoralar, tumanliklar va qora tuynuklar mavjud. Yorug'lik galaktikamizning bir chetidan ikkinchi chetiga yetib borishi uchun taxminan 100 ming yil kerak bo'ladi. Ammo Somon yo'li eng katta galaktikalar qatoriga ham kirmaydi. Bizga ma'lum eng katta galaktikalardan biri IC 1101 deb ataladi. Uning ulkan tashqi halosini ham hisobga olsak, ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, galaktikaning kengligi 4 million yorug'lik yiligacha yetishi mumkin. Bu uning ichiga o'nlab Somon yo'li galaktikalarni yonma-yon joylashtirish mumkinligini anglatadi. Ammo hatto shunday ulkan galaktika ham undan kattaroq kozmik tuzilmalar oldida kichik ko'rinadi. 2024-yilda astronomlar Porfirion deb nomlangan rekord darajadagi tuzilmani aniqladi. Porfirion uzoq galaktika markazidagi supermassiv qora tuynuk hosil qilgan ikkita ulkan plazma oqimidir. Bu oqimlar bir chetidan ikkinchi chetigacha taxminan 23 million yorug'lik yiliga cho'zilgan. Bu qariyb 140 ta Somon yo'li galaktikasini yonma-yon joylashtirishga teng. Porfirion yaxlit jism ham bitta galaktika ham emas. U bitta qora tuynuk faoliyati natijasida yuzaga kelgan ulkan kozmik tuzilmadir. Somon yo'li galaktikamiz yanada yirikroq hudud Laniakea superklasteri tarkibiga kiradi. Laniakea 500 million yorug'lik yilidan ortiq hududga cho'zilgan va taxminan 100 mingta yirik galaktikani o'z ichiga oladi. Bizning galaktikamiz, Quyosh tizimi, Yer va tarixda yashagan barcha insonlar ana shu ulkan tuzilma ichida joylashgan. Ammo Laniakea ham kozmik to'rning faqat kichik bir qismidir. Koinotdagi eng katta deb taxmin qilinadigan tuzilmalardan biri Gerkules, Shimoliy toj buyuk devori. U taxminan 10 milliard yorug'lik yiliga cho'zilgan bo'lishi mumkin. Ammo olimlar bu haqiqatan ham yagona, bir-biriga bog'langan kozmik tuzilmami yoki uzoq obyektlar joylashuvida paydo bo'lgan tasodifiy ko'rinishmi degan savol ustida hali ham bahslashmoqda. Shuning uchun uni eng katta tasdiqlangan tuzilma deb atash hozircha to'liq to'g'ri bo'lmaydi. Nihoyat,
Biz ko'ra oladigan eng katta hududga, kuzatiladigan koinotga yetib keldik. Uning bugungi kundagi diametri taxminan 93 milliard yorug'lik yili. Bu butun koinot atigi 93 milliard yorug'lik yiliga teng degani emas. Bu faqat yorug'ligi bizgacha yetib kelishga ulgurgan hududdir. Bu vaqt davomida fazoning o'zi ham kengayishda davom etgan. Butun koinot bundan ancha katta bo'lishi mumkin. Hatto u cheksiz bo'lishi ham ehtimol. Xo'sh, biz biladigan eng katta narsa nima? Sayyoralar, qora tuynuklar, galaktikalar va kozmik tuzilmalar uchun javob har xil. Ammo ularning barchasi kuzatiladigan koinotning juda kichik qismlaridir. Kuzatiladigan koinotning o'zi esa mavjud bo'lgan barcha narsalarning faqat kichik bir qismi bo'lishi mumkin. Siz eshitgan eng katta kozmik obyekt yoki tuzilma qaysi? Uning nomini izohlarda yozib qoldiring.